Qizlar qaranglar, yangi yilga shunaqa Marshalls magazinga kiruvdik. Kiraverishda shunaqa podarочный mana setlar qilib qo'yishibdi. Qaranglar, men bilani podarочный set qilib qo'yishibdi. Shokoladli, mana bunaqa. Mana buni kichkinaligini qaranglar, narxini hozir aytaman. Bu tak ko'rinmabdi narxi. Mana $8 ekan qizlar, mana kichkina setchalar. Shunaqa shirinliklar, har xil podarkalarga mana. Nut mix mana. Har xil yong'oqlar ichida. Tak, narxini aytaman hozir. Bu ham $8 ekan narxi. Mana buni qaranglar, podarkaga, bolalarga $10 qizlar. $10 ekan. Setlarini qaranglar. Mana hozir narxini agar ko'ra olsam aytaman. Tak, narxi $50 ekan. Qaranglar, ichida mana bunaqa shokoladlar, nutslar, pechenkalar, shokolad mana snack mixlari mana. Mana bu kakaoni har xil turlari ekan. Qaranglar, ichida karamelli, shokolad, vanilla, mana bu raspberry, bu malinali, gingerli, karamel, hazelnut, marshmallow tamli. Qaranglar qancha mana. Tak, mashina narxini sizlarga ko'rsatdim. Mana bu ham shu podarka qilib Новый годga qo'yishgan $15 mana qizlar narxi. Kakaoni shunaqa har xil turlari bor ichida. Hot chokoladga mana qaranglar, ichiga tiqib ichsanglar bo'lar ekan. Milk chocolate marshmallow ekanda bu. $8 ekan qizlar. Men bilayam kakao ekan, rosa og'ir ekan, lekin qaranglar. Tak, narxi $15 ekan. Har xil kakaolar qaranglar, mana bu yerda ham. Mana bu qaranglar. Cookie ekan. Tak, narxi $13 ekan qizlar. Bu yerda ham har xil shirinliklar ekan. Bu yerda popcornlar qaranglar, milk chocolateli, klassik karamelli, qora shokolad, dark shokoladli ekan. Bu ham og'irgina ekan, $20 ekan. Qaranglar, mana bunaqa popcorn bo'ladi, ichida shokoladli, mana yaqindan ko'rsataman. Mana bunisini ham qaranglar. Mana podarkalarga shokoladlar har xil qaranglar. Men bilayam Zamita shokoladlar, hozir sizlarga narxini aytaman, $13. Men bu oldin bizga Londondan olib kelishardi shunaqa shokoladlarni. $8 qaranglar, tangali. Men bir rakushkali mana shokoladlar. Tak, buni ham narxini hozir sizlarga ko'rsataman. $7 qizlar mana. $7 ekan. Men bilayam mana shirinliklar, xullas qaranglar, kiraverishga shunaqa qilib qo'yibdi. Oldin kiraverishga bunaqa shokolad qo'yganini ko'rmagan edim. Mana bu har xil pechenkalar bor ekan. Qaranglar, mana buni peanutslar. Mana buni qaranglar. Peanutslarni mana bunaqa podarочный qilib qo'yishibdi. Tak, narxini aytaman. Yer yong'oq deyiladi o'zbekchada. Mana $8 qizlar. Mana bu yerda ham mana har xil peanutslar. Ikkitali ekan. $8 bu ham. Narxlari почти bir xil ekan. Bittasi menimcha bittasi karamelli, bittasi sea saltli ekan. Mana buni qaranglar qizlar. Podarkaga zo'r qilib chiqarishibdi, lekin $13 ekan. Mana bunaqa mashinaligi ham bor ekan. Qaranglar, bunaqa rangligi demoqchi edim. Mana $13 bu ham narxi.
sea saltli, peanutslarda, xullas bu ham yong'oqli har xil. Bu yoq tomonda ham mana qaranglar. Kenzi ekan, gingerbread man. Tak, narxini sizlarga hozir aytaman. $15 mana qizlar. Bu ham podarkalarga mana har xil shokoladlar, hazelnutli mana bunaqa pechenkalar, qaranglar. Tak, narxi $7 ekan qizlar. Men bilan ko'ramiz. Tak, narxi tegida bo'lsa kerak. Mana $7 ekan qizlar, bular ham shokoladlar. Men bilan ham chiroyli qilib o'rab qo'yishibdi. $9 ekan men bilan. Ichida qaranglar, mana bunaqa shokoladlar bo'lar ekanda. Men bu setlarni qaranglar. Sizlarga hozir men kichkinaroq setini, ichida mana shokoladlar, snack mixlar, yer yong'oq, har xil karamelli popkorn ekan. Men bu oxirgisi qulupneli kukilar ekanda. Tak, narxi $20 mana qizlar, $20 ekan. Qaranglar mana. Ichida shunaqa 3 ta korobkada narsa, 2 ta shokolad ekan. Men bu idishi podarkaga. Men bularni qaranglar, ichida qancha shokoladlar. Bularning narxini aytdimmi, boya $40'mida. Xullas mana kiraverishga shunaqa shokoladlar to'ldirib tashashibdi. Pretzellarni qaranglar, mana buni. Yarmi shokolad, yarmi oq shokoladli. Qaranglar, bu yerda ham podarkalarga shunaqa set qilib qo'yishibdi. Krem, balzamlar. Tak, narxi $7 ekan. Mana buni qaranglar. Bular ham balzamlar bo'lish kerak. Lab uchun balzam ekan, ichida 6 ta bo'lar ekan. Qishda hammani labi quriydi. Mana $8 ekan qizlar. Shunaqa chiroyli qilib qishga mana shunaqa, qishga nima, Novoy godga shunaqa yasatib qo'yishadi. Bular ham balzamlar podarkaga, podarочный set qilib qaranglar, chiqarganim $8 qizlar. Qaranglar qancha bu yoqda. Hammasi krem, so'vinlar, labga shunaqa balzamlar. Tak, bu mana ichida qaranglar nimalar ekan, patchilar. Mana scrub mask, boshga taqadigan headband, bantik boshga taqadigan o'sha nima deydi? Labga bo'yashga, xullas maska, oil, scrub shunaqa narsalar ekan ichida. Tak, narxi cho'ta ko'rinmadi narxi. Qolganlarda bo'lsa kerak. Tak, narxi yo'q narxi, lekin bu yoqda ham. Mana bunisini qaranglar. Bu ham lab uchun balzamda. $7 qizlar. Mana ko'rsataman hozir sizlarga. Lab uchun balzam, lab uchun skrab ekan. Agar ochsa bo'lsa ko'rsatardim. Tak, bunaqasi ochilar ekan mana qizlar. Qaranglar, qancha lab uchun, hammasi lab uchun ekan. Har xil ta'mli yana. Balzam bilan skrablar mana. Ichida 12 ta bo'lar ekan. Qaranglar, podarочный naborlar juda ham ko'pda. Tak, narxi $15 ekan qizlarjonlar. Bular lakli ekan qizlar. $8 ga shuncha lak. Podarочный qilib chiroyli korobkalarini chiqarishadi-da. Odamning ko'zi o'ynaydi. Mana bu balzam lab uchun, maska yuz uchun, ko'z uchun patslar va skrablar lab uchun. Tak, mashinasi mana $13 ekan qizlar. Qaranglar, qancha podarkaga bu yerda vыбор ko'p.
Nima beraman deb o'ylab o'tirmaysizlar. 15 dollar ekan men bu ham qaranglar. Bu shag'amlar bo'lsa kerak. Yo'q, body scrub. Uzr ko'rmanman, mana bu yozilibdi. Mana body scrub. 15 dollar ekan, og'ir ekan lekin. Mana bu qo'lga kremlar 10 dollardan qaranglar, ichida 5 ta katta size lekin. Mana buni qaranglar, body oil, badan uchun yog', cho'miladigan sovuni и body scrublarda. Og'ir ekan bu ham. Tak narxi mana 17 dollar ekan qizlarjonlar. 17 dollar ekan. Mana buni ko'ramiz. Bu qo'l kremlari ekan. Tak narxi 10 dollar ekan qizlar. Sumkalarga olib yurishga udobniy ekan. Mana bu ham og'irgina ekan lekin bor. Body scrublar qaranglar qancha. Ichida mana Himalaya salt, kofe scrublari, chia seed, vitamin E bilan birga. Tak 15 dollar mana qizlar. Lekin juda ham og'ir ekan. Mana bunisini ko'rsataman. Sovillar qaranglar. Hidi shaqqacha keldi. Mana 5 dollar ekan qizlar. Men bilan qaranglar. Tak, endi men bilan ham sovillar ekan. Mana buni qaranglar. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana buni joyga olib ko'rsatdik. Qaranglar. Oldin bizga podarka qilishardi shunaqa. Sovillar. Qaranglar, podarkaga juda ham chiroyli. Nerji mana 8 dollarga qizlar. Ashlasini eshitasizlarmi? Bu yerda qaranglar, har xillari bor ekan. Kartinkalari mana bunaqalari, mana alaylar hozir. Buni ham qaranglar, juda ham chiroyli ishlangan. Podarkaga ko'rdinglarmi? Qancha narsa bor. Xullas pul bo'lsa bo'ldi. Qolgan hamma narsa topsa bo'ladi. Mana bunisini ko'rsataman. Qaranglar. Cho'miladigan sovun, machalkasi, loshini, sovuni, xullas. Tak, buni narxini hozir aytaysizlarga mana 17 dollar ekan qizlar podarkaga mana. Juda ham ko'p vibr bu yoqda. Mana bunisini ko'rsataman. Hozir. Bu ham og'irgina ekan lekin. Mana qaranglar, ichida qancha narsasi bor. Loshini, qo'l kremlari, body scrublari и sovuni mana bu badan sovuni, mana bu sovunchalar machalkasi bilan birga. Ichida shuncha narsa hidi shutgacha kelyapti. Hozir narxini aytaman. Tak narxi 15 dollar qizlar. O'zi bu yerda hammasi почти bitta narx ekan, 15 dollar ekan. Mana bu вообще og'ir ekan. Body butter. Mana body butter, body oil hammasi badan uchun, body scrub. Tak, juda ham og'ir ekan lekin. Tak narxi cho'ta ko'rinmadi. Qaranglar, mana podarkaga shuncha narsa. Hozir mana bunisini bittasini ochib ko'rsataman. Qaranglar, strawberry, nima debdi? Strawberry body care set. Mana. Hozir ko'rsataman. Tak. Mana bu body lotion ekan. Mana bunisi sovun bo'lsa kerak. Mana bunisi hozir aytaman. Qo'l krem ekan. Bunisi bo'lsa cho'miladigan sovun. Mana bunisi anu. Ot esimdan chiqib qoldi. Xullas tushundinglar buni ham. Chiroyli qilib qo'yibdi qaranglar. Tak, narxini ko'rsataman. 25 dollar qizlar, lekin og'ir ekan. Konkretno og'ir ekan. Ko'tarishga ozgina qiynaldim. Mana bunisini ko'ramiz. Qaranglar. Ham shu cho'milishga bombochkalarda, xullas vannaga solib cho'miladigan. Bunisi nima ekan? Hozir ko'ramiz. Agar ochsa bo'lsa ko'rsatardim. Cho'ta ochilmadi.
$12 ekan. Bu ham xullas cho'milishga ekan qizlar. Cho'miladigan, hammasi bu yerda cho'miladigan narsalar ekanda. Mana qaranglar, body scrublar niacinamid, vitamin C bilan birga, kakao shea butterli, vanilla, xullas kofeli nima ekan? Hozir ko'ramiz. Body scrublar ekan qizlar, lekin og'ir ekan bu ham. Juda ham og'ir, narxini ko'ra olmayman. Xullas hammasi $15-20 shunaqalar atrofida ekan. Qanaqadir parfyumlarda bular mana. Tak, $10 ga qizlar. Mana buni qaranglar. Body oillar. Qishda hammani badani quriganiga mana shunaqa oillarni o'zi ko'paytirishibdi. Ko'pchilik oladi-da. Men bilan qaranglar chiqarganini. Laklada, tak narxi $6 ga qizlar qaranglar. Adashmasam 6 ta-da. 6 ta bo'lish kerak. $6 ga 6 ta lak. Mana qaranglar. Organizerlarda. Hozir men sizlarga buni narxini ko'rsataman. $20 ekan qizlar. Mana bunaqa organizer ekan. Qizlar qaranglar, tapchkalari bilan, qo'l krem bilan, menimcha oyoq kremi. Podarkaga mana $15 ekan. Bunaqa rangi ham bor ekan. Mana buni qaranglar. Chiroyli ekan juda ham podarkaga. Bu ham o'sha set, o'sha cho'miladigan har xil body washlar, body oillar, shimmerlar. Tak narxini ko'rsataymi? Mana shuni ko'rsatib ketding, narxini $20 ekan qizlar. Juda ham chiroyli qilishibdi. Mashinasi menga juda ham yoqdi. Xullas bu yerda cho'miladigan body oil, shimmer hammasi shu yerda ekan. Bu yerda qaranglar, Aldo sumkalari mana bunaqa $40 ga, mana qaranglar, korobkasida podarkaga qo'yib qo'ygan breloklari bor. Mana bu oyog'iga xudani skecheslarga taqiladi-yu, shunaqa pinslarda xullas. Mana men bilan ham sumka brend Juicy brend ekanmi nima? Xullas bu ham $35 ekan. Aldo sumkalari mana. Karta tiqadiganlari ham bor. Qaranglar, narxini aytaman, $35 qizlar. Mamamsi $45 ekan, qaranglar qizlar. Mamamsini ochsa nima chiqargan, hozir ko'rsataman. Qaranglar mana. Brelok bilan birga $45 ekan. Aldo brendiniki. Buni ham ko'rsataman. Buni narxi $35 qizlar. Podarkaga shunaqa chiroyli set qilib yasab qo'yishibdi. $30 ekan qizlarjonlar. Bunisi ham $30 ekan mana. Mana ani boyagi ko'rsatgan setim bor-ku. Qo'y, oshadiganini naqib ketishibdi. Hozirgi ko'rsatgan setimda xullas qizlar. Bu ham $30 ekan qizlarjonlar. Xo'sh, bu yoqda, конечно, уже bo'lib yaxshiroq brendlarniki, qimmatroq brendlar sumkalar mana $60 ga Calvin Klein'niki. Mana bunaqasi ham bor. Bu Michael Kors'ga ekan. Qaranglar, $90 ga Michael Kors mana bunaqa chiroyli bo'ladi deydi-shu. Podarkalarga rasa qo'yishadi shunaqa. Mana bunaqa ranglari ham bor. Qaranglar. Juda ham chiroyli. Lekin juda ham sifatli-da. Bu Calvin Klein'niki mana. Mamasini qaranglar. $70 qizlarjonlar. Bu ham mana kichkina sumочка ekan, qora. Tak, bu ham lekin palon pul. $70 mana. Qaranglar, mana buni ichida yaxshi atirli bo'ladi. Odamlar o'g'irlab ketmasligi uchun
bunaqa narsani ichiga solib qo'yishgan bo'ladi. Olmoqchi bo'lgan odam ishchisini chaqirsa, buni olib o'sha yerga borib, anaqa kassaga qo'yib qo'yadi-da. Borganingizdan keyin aytsanglar, "Men shunaqa atir etuvdim" desanglar, o'shani olib berishadi. Pulini to'lab olib ketaverasizlar. Har xil atirlar bo'ladi. Brendi va yaxshi atirlar ham bor ichida. Topsanglar bo'ladi-da. Kochka, mana Versace Coach. Har xillari bor mana. Kate Spade'larniki. Baribir mana Dolce & Gabbana. Qaranglar, bu yerda ham shokoladlarni shuncha set qilib qo'yishgan. Hozir eng kichkinasidan boshlaymiz. $15 qaranglar. Ichida shokoladlari, milk shokoladlari mana. Tak. Bu orqasidan ko'rsak bo'ladi nechta narsasi borligini. Tak, lekin ko'rinmabdi. Xullas, ma'minisi $15 ekan. Ma'minisini qaranglar, ichida qancha narsa bor. Har xil shokoladlari bor. Milk, karamel, vanilla, popcornlar, kukilar, pretzellar, xullas. $40 qizlar mana narxi. Ma'minisini ko'ramiz. Bunisi ham $15 bo'lishi kerakmi? Yo'q, $13 ekan qizlar. Buni mana bitta ham qaranglar. Shunaqa setlar qilib qo'yishganda. Mana bu posudalarni qaranglar, moslab, set qilib o'zingizlar bittadan terib olsanglar ham bo'ladi. Zolotistый tsvetlarni yaxshi ko'radiganlarga mana. Ma'minisini qaranglar. Tak, narxi bu yerda yozilmabdi. Tegida bo'ladi narxi. $17 qizlar mashinasi. Mana buni qaranglar. Tak. $20 ekan qizlar. Masalan, mana bu slishkom zolotistый ekan. $8 qizlar. Buni ham moslab olsanglar bo'ladi. Mana buni qaranglar, shag'amni qo'yib qo'yishganini. $13 ekan. Tak, hozir sizlarga ma'minisini ko'rsataman. Narxi mana $13 ekan qizlarjonlar. Ma'min narxi $13 ekan. Mana qaranglar. $8 ekan. 4 ta bo'ladi. Novoy godlik qilib chiqarishganni qaranglar mana buni. Og'ir ekan, lekin juda ham $20 ekan. Voy, zo'rg'a ko'tardim. $20 ekan. Buni ko'ramiz. $25 ekan qizlar. Mana xullas, mana set qilib olsanglar ham bo'ladi. Mana qaranglar, Bridgerton seriali bor-ku. O'shani qaranglar, xuddi o'sha kinoga moslab advent kalendar, bular ham choylar. Mana hammasi choy, mashta hammasi choy qaranglar. Ma'minisini ham advent kalendar qilib chiqarishibdi. Qaranglar, archa qilib, Novoy godga moslab. Bu yerda ham Novoy god narsalari, bu yerda уже o'sha tozalaydigan har xil narsalarda. Bu yerda ayollarning shapka sharflari ekan, qaranglar, qo'lqoplari mana. Xullas, bugun sizlarga shu videolarni ololadim. Video yoqsa, like bosib, podpisatsiya bo'lishni esdan chiqarmanglar. Yana menda yangi videolar kutib qolinglar. Ko'rganlarga, oxirgacha ko'rganlarga rahmat qizlarjonlar. Qaranglar, qanaqa set. Michael Kors ekan. Bunaqa kolori ham bor ekan.